Dieta qilish har doim ham foydalimi? Mana biz bilamiz, foydali diyetalar ko'p. Keto dieta, ya'ni oqsillar bilan doim ovqatlanish va uglevodlardan umuman voz kechish. To'g'ri, foydali, har tomoni foydali diyeta. Butun dunyoda bu narsa tasdiqlandi hozir, chunki yog'lar ko'proq miyaga kerak, o'pkaga kerak degan juda ham ko'p hozir bunaqa chiqishlar, hozir juda ko'p yozishlar juda ham ko'p bo'lyapti. Lekin har doim ham hamma yoshga ham mana shu diyetalar yordam bera oladimi? Afsuski, har bir diyetani nutritsiologlarimiz kimlargadir tavsiya etayotgan paytda albatta ana shu bemorni yoshini e'tiborga katta olish kerak ekan. Biz mana o'zimiz, kim tabib boshidan o'tgan tabib deydi, men hozir sizlarga nafaqat shifokor, ya'ni mana shu boshimdan o'tgan narsa to'g'risida ham sizlar bilan bo'lishmoqchimanki, biz ham mana shunaqa juda ham yaxshi keto dieta bilan shug'ullandik, ya'ni haqiqatdan ilmiy darajada hamma tomonidan asoslangan, haqiqatdan juda foydali, ayniqsa biz o'zimiz ko'rdik shuni natijalarini. Juda ko'p, ayniqsa jigar kasalliklarida, mana jigari yog' bosganda yoki xolesterin ko'paygan, blyashkalar bo'lganda, juda ko'p gormonal o'zgarishlar bo'lganda haqiqatdan bu dieta o'z yordamini ko'rsatdi. Lekin bitta ajoyib bir nyuansi bor ekanki, afsus yoshni hisobga olinmadi. Ya'ni mana shu yaxshi bir erishgan natijalar bilan birgalikda nima bo'ldi? Kechasiga uyqu yomonlashdi, xotira yomonlashdi, ko'rish qobiliyati yomonlashdi va ertalab turgandan boshlab qon bosimi ko'tarila boshladi. Mana shu o'zimda va boshqa ana shu bemorlarda mana shu narsani kuzatdim. Biz tushunmadik. Boshqa analizlar hammasi yaxshi, haqiqatan foydasi yaxshi, lekin nimaga uyqu yaxshi emas? Kechasi 2-3 ta uyg'onib olamiz. Yana nimaga davleniya oshadi va nimaga xotira pasayapti? Ko'rish qobiliyati pasayapti. Shuni bo'lmay qoldi. Qidiramiz, izlanamiz, hech sababini topa olmadik. Va biz o'zimiz buni ustida izlanishni boshladik. Mana biz shuni bir oydan oshiq izlandik va sababini topdik, yechimini ham topdik buni. Aynan mana shu bizani eski tabobatimiz, ya'ni o'sha Tibet tabobatini yana bir marta qanchalik to'g'riligini va qanchalik asoslanganligini biz guvohi bo'ldik. Chunki u joylarda yoziladi har doim. Yoshi o'tgan bemorlarga ochlik mumkin emas deb. Yoki ko'proq bizning xalqimiz nima deydi? Qarilarni tomoq tutadi, ya'ni qarilarni ovqat ishlaydi deb aytishadi. Har bir gapda jon bor ekan. Biz shuni ilmiy tomondan ham izlanib topib chiqdikki, haqiqatdan 60 yoshdan keyin insonni organizmida energiyasi kamayar ekan. Ya'ni batareyasi kamayar ekan. Biz bilamizki, kechasi tunda miya juda aktiv ishlaydi. Miya kechasi o'zini tozalaydi. Yana bundan tashqari miya o'sha kuni bo'yi har bir bo'lgan hodisalarni bibliotekaga taxlagandek taxlaydi. Ya'ni xotiraga o'tkazadi. Biz yana bilamizki, ko'z miyaning bolasi. Ya'ni ko'zdagi bo'lgan qon tomirlarining eng maydasi ko'zni tubida. Mana shu ko'zni tubida bo'lgan, qon tomirlarida bo'lgan har bir o'zgarish miyada bo'layotgan o'zgarishni ko'rsatadi. Biz buni ilmiy tomondan asosladik, chunki bizda kompyuter tomograflar bor, ko'zniki. Biz mana shu qon tomirlarning faoliyatini o'rganib, nimalarda o'zgarish hosil bo'lyapti.
Biz o'zimiz shu narsani guvohi bo'ldik. Men o'ylayman, bu juda zo'r tadqiqot bo'ldi. Chunki ko'zni tubidagi bo'lgan qon tomirlaridagi o'zgarish, miyadagi qon tomirlarining o'zgarishi natijasida miyaning faoliyati kechasi to'liq olib borish uchun to'liq vazifasini bajara olmas ekan. Qachon? Agar organizmda energiya yetishmasa. Agarda siz uzog'i bilan mana tushlik qildingiz, ko'pincha dietologlar nima deydi? Kechqurungi ovqatni yemang deydi. Siz kechqurungi ovqat yemadingiz. Yoki siz hatto kechqurungi ovqatni ham yedingiz soat 6larda yoki 6dan keyin ovqatlanmang deb aytishadi. Siz 6dan keyin ovqatlanmadingiz. Lekin siz 6da yegan ovqatingiz, siz soat 11da yotyapsiz. Demak, 5 soat. 5 soatning ichida sizni yegan narsangizni уже energiyasi ketib bo'ldi. Kecha soat 3 gacha yetar ekan o'sha energiya miyani faoliyatiga. Soat 3dan keyin, 2:30 3dan keyin unga uni faoliyati energiyasi yetmas ekan. Ana o'sha paytda inson uyg'onib qoladi. Uyg'onadi chunki ochlik, energiya kamayish natijasida miya faoliyati pasayadi. Miya faoliyati pasayishi demak, o'sha qon tomirlarda qon aylanishini kamayishi, ya'ni kislorod yetib borishi kamayadi. O'sha paytga borib sizni organizmda glyukozangiz ham kamayadi. Ya'ni energiyangiz kamaygandan keyin nima bo'ladi? Demak, ko'z to'r qavatidagi nerv hujayralarini faoliyati pasaya boshlaydi. Chunki qon aylanish, mana bir narsa aytib ketishim kerak. Tunda har doim qon bosimi pasayadi va qon tomirlar torayadi. Bu fiziologik holat. Qarang, energiya yetmayapti. Qon tomir torayapti. Qon bosim pasayapti. Albatta bu hammasi yana ikkinchi omil miyani qobiliyatini, faoliyatini pasayishiga. Uni pitanyasini, ya'ni ovqatlanishini pasayishiga yana bitta katta omil bo'lyapti. Demak, nerv hujayralarining faoliyati pasayapti. Miyada xotirani pasayishiga olib kelyapti, ko'zni ko'rish faoliyatini pasayishiga olib kelyapti. Va bu holatdan chiqish uchun organizmda bu miya uchun bu stress holati, energiya yetmagan holati, bu stress holati. Stress holatiga tushgan miya nima qiladi? Organizmda nima hosil bo'ladi? Kortizol chiqa boshlaydi. Bizlar bilamizki, organizmda kortizol chiqa boshlaydi. Stress holatida. Kechasi bilan kortizol yig'iladi yaxshigina. Ertalab nima bo'ladi? Albatta qon bosimi ko'tariladi. Kortizol qon bosimini ko'taradi. Mana ko'ryapsizmi? Biz mana shuni har bir etapini, asosini topdik. Bu holatdan chiqib ketish uchun nima qilish kerak? Siz ichgan dorilaringiz ham hech qaysi tushirmaydi keyin qon bosimingizni. Xotirangiz ham yaxshilanmaydi. Nima qilish kerak buning uchun? Buning uchun siz 60 yoshdan keyin kechqurungi ovqatdan hech qachon voz kechmang. Soat 6dami, 7dami ovqatingizni yeng, albatta 60 yoshdan keyin. Chunki bu etilgan diyeta hammasi yoshlikda modda almashinuvi juda tez va yaxshi bo'lgan holatda mana bunday ishlaydi. Ya'ni o'sha organizm ortiqcha vazn tashiydi, jigaridan yog' tashiydi, jigari yaxshi holatga keladi, umuman organizm faoliyati yaxshilanadi. Demak, gormonal holati ham yaxshilanadi. Bu zo'r bo'ladi. 60 yoshdan keyin emas. Men buni o'ta o'zimni majburiyat bilan bu narsani gapiryapman. Chunki biz buni boshimizdan o'tkazdik. 60 yoshdan keyin hech qanaqa ochlik dietasi qilmang. Biz shunday bemorni ko'rdikki, umuman doim o'sha bir oy ochlikka, ocharchilikda yuradigan, o'zini organizmini doim tiklaydigan va oqibatda hatto faqat o'simliklar bilangina o'zini ovqatlanishini ta'minlaydigan biz yaqin insonimiz
insult bo'lganda hayron qoldikki, qon tomirlarini blyashkalari hammasi to'la, blyashkalarga to'la, ya'ni xolesteringa to'la. Bu inson yog' yemasa, bu inson ovqat yemasa, qanaqa qilib shunchaki blyashka? Ko'z ichida shuncha narsa qattan deb. Chunki ana o'sha ocharchilikni o'zi juda katta stress. Mana shu stress kortizol. Kortizol nima qiladi? Yaxshilab xolesterin to'lg'izib beradi hamma qon tomirlarga. Bu olimlarimiz tomonidan dokazat qilingan kortizol vazifasi. Demak, bu ochlikni foydasidan zarari ko'p ekan. Shuning uchun kechqurungi kechki ovqat qildingizmi? Undan keyin 9:30 da, ya'ni uxlashingizdan 1 soat, 1,5 soat oldin siz albatta biror narsa yeb olishingiz kerak. Lekin bu narsani ham nima yeyishga bog'liq, albatta. Albatta siz hali bizda perikus deydi, qanaqadir pechenyemi yoki bir shirinlikmi, asalmi, umuman uglevodlar umuman mumkin emas. O'sha keto dietadagi uglevodlar отказ qildingizmi, xuddi shu narsa bo'lishi kerak. Kerak emas uglevodlar. Siz faqat oqsil, ya'ni oqsil yoki yog'. Oqsil deganda uni ham bir ko'p emas, 80 yoki 100 gram tvorog yoki 150-200 gram kefir yoki o'zimizning qatiq. Mana u ham iliq holatda bo'lishi kerak, sovuq bo'lishi kerak emas. Agar siz shuni yeb olsangiz yoki bitta dona tuxum sarig'i suyuq qilib pishirilgan suvda. Sarig'i qattiq bo'lishi kerak emas. Chunki именно mana shu tuxumni sarig'ida xolin bor. Xolin bizning organizmdagi, miyadagi mana shu nerv tomirlaridagi impulslarni o'tkazadigan asetilxolinni asosi. Agarda siz o'sha kechqurun o'sha bitta tuxumni suyuq pishirib, ichidagi sarig'ini suyuq suvda pishirib, smyatku deymiz, bitta o'zini qanaqadir sabzavotlar bilan, kartoshka emas, demak, bodring yoki salat yoki rukola, mana shu yoki brokkoli ozgina, shu bilan yeb olsangiz kechqurun, u ham tez hazm bo'ladi, u 1 soat, 1,5 soatda hazm bo'ladi organizmda. Oshqozonda turmaydi u. Ham sizga kechasi 3 da ana shu energiya sizni kechasi uyg'otmasdan olib ketadi. Yaxshi uxlaysiz. Demak, hamma bo'ladigan o'sha asoratlardan siz qutulasiz. Ayniqsa xolinni yana nima foydasi? Ana o'sha asetilxolinniga xolin yetkazib berish natijasida miyangiz faoliyatini yana ham yaxshilab turadi u. Yana foydali tomoni bor uni, nafaqat sizga energiya berish. Zo'r foydali tomoni bor. Shuning uchun mana shu dieta har doim berilganda siz buni o'zingiz uchun albatta hisobga oling, e'tiborga oling. Chunki yoshga qarab ba'zi insonlarda 50 dan keyin ham ochlik mumkin emas. Nafaqat 60 dan keyin. Shuning uchun buni e'tiborga olinglar. Zo'r dieta bo'lishi mumkin, lekin u sizga zarar keltirishi mumkin. Mana shu narsalarni to'g'rilash natijasida hozirgi kunda o'sha birikta bemorlarimizda ham, shaxsan meni o'zimda ham hamma narsa normaga keldi. Afsuski, mana shu narsani e'tiborga olmaslik natijasida mana shu yuqori bosim 160, 170 bilan yurgan bemor insult olishi mumkin, infarkt olishi mumkin. Mana shu yuqori bosimni o'zi asorat berib qo'yishi mumkin. Chunki haligi qosh qo'yaman deb ko'z chiqardi degan maqolimiz bor xalqimizda. Xuddi mana shu narsaga borishi mumkin. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Chunki infarkt bilan insultni asosiy sababi bu yuqori qon bosim. Yuqori qon bosimiga ehtiyot bo'lish kerak. Vaholanki bir necha uzoq paytda mana shu yuqori qon bosim bilan yurish juda ko'p asoratlarga olib kelishi mumkin edi. Shuning uchun ham chiroyli internetlarda yozishadi, mana bu zo'r dieta, mana bundoq qilish kerak, mana buni yeyinglar, mana buni ichinglar deganda
Sizlar aslida shifokorlar bilan maslahatlashinglar. Shifokorlardan so'ranglar shu narsani. Haqiqatdan sizni holatingizga shu to'g'ri keladimi? Sizni holatingizga yoki to'g'ri kelmaydimi bu narsa? Yoki sizga qanaqadir bir fizik nagruzkalar berishyapti. Siz shug'ullanishingiz kerak. Lekin 60 yoshdan keyin o'ta kuchli nagruzkalar ham yurak qon tomir kasallariga, miyaga to'g'ri kelmaydi. Sizda energiya kam. Shuning uchun keyin ham o'ta ozib ketish ham 50-60 yoshdan keyin ana o'sha muskullarning massasini kamaytirishga olib boradi va uni qayta tiklash ancha qiyin bo'ladi. Muskullarning massasi kamayib ketgandan keyin sizni harakatingiz, sizni umuman energiyangiz yana ham kamayib ketib qoladi. Shuning uchun har bir narsani yoshiga yarasha qilish kerak, hamma narsani hisobga olib qilish kerak azizlar. Mana shu narsani men sizlar bilan bo'lishishni o'zimga lozim topdim. Sizlar balkim kimlargadir shu narsadan foyda bo'lar degan niyatda, kimdir shunaqa adashib, mana shunaqangi bir qanaqadir asoratlarga uchrab qolmaslik niyatida sizlarga shu narsani yetkazish lozim topdim. Agar sizlarning hayotingizda ham xuddi mana shunaqangi holatlar bo'lgan bo'lsa, kommentariylarda yozib ketinglar, sizlar bilan yana muloqotlashamiz.